Hammaga assalomu alaykum. 2026-yil 2-may kuni mana syomkani boshladik. Xudo xolasa akalar, yaxshimisizlar, tuzimizlar, obunachilar va bizni kuzatib boruvchilar. Akalar, pirshetlarimiz yoqqan bo'lsa, like bo'lib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz pirshetni sizlarga yozib o'qib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Mana akalar. Nimalar shvillerdan bo'ladi, mana. Xo'sh, atsinkovkasi birlik. Rossiya atsinkovkada bo'ladi. Krashkalar gam, Rossiya zamok, straxovka, shtekl o'zimiz zavodskoydan bo'ladi. Bunaqa hali nima bo'lmaydi. Nasmish shtekl bo'lmaydi. Ishlaydi mumkin. Pollar o'zimiz zavodskoy poli, pirshetda risollar o'zimiz zavodskoy risoli. Plus amazatri bo'ladi. O'qlari burovoy kirdi. Mana bunimizda razmeri 30 ga 20. Buni qanot plastmassa qilsa ham bo'ladi. Temir yaxshiroq, baquvvatroq, yorilmaydi. Sinmaydi. Endi bunga qanday farqi yo'q, zakazga qarab. Profillar polni 2 bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. Sifat yaxshimi? Kuzatib oluvchilar mana buning sifatini ko'rsatdi. Musalaklar bosib qo'yasizlar ekan, mana tayyor bo'lgani. Endi u narisi qo'shma usul. Narada turib tashqarida. Har xil pirshetlar borda endi. Turidan endi bunisi mana yig'ilyapti. Bunisi 80 ga 2,5 bo'ladi. Mol tashiydigan pirshet bo'ladi. Ham damalar shekilli. Shunday mumkin. Shunaqa qilib cho'tkilab sepib yig'iladi. Tayyor bo'lgan egasini chaqirib olib ketaveradi. Buni aloqa chiqarasizlar. Zastavkalarimiz Toshkentgacha bepul, vodiy bo'ylab bepul. Toshkentdan gazina qo'shilib qoladi. U ham bo'lib ham gazni puli qo'shiladi. Yuk ko'tarishimiz 750 kg bo'ladi. Bularning standart o'zi asosan bu hozir 1 tonna olaveradi bu. Xotirjam. Mana montajlari qilib qo'yiladi. Montajlari qilib qo'yiladi. Stop o'zini xatiri qo'yilmaydi. Ko'pchilik stop o'zini xatiri qo'yar ekan, shunaqa qilib montajlarni qilib tayyorlab, stoplarni ham xatirib beramiz. Balonlar yangi bo'ladi. Va shunaqa, endi barcha turdagi pirshetlar yasaymizda. Bu hozir eng chiroyli razmeri 130 ga 220 pirshet. Ixcham, yengil, o'zini vazni 150 kg atrofida. Bortli holati buni tentli, dugali qilsa bo'ladi, bemalol. Bular hammasi takmitdan pirshetlar. Endi manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidamiz akalar. Nomerlar yozib qo'yamiz, xolos aloqa chiqarasizlar bemalol. Pirshetda ham bor nomer yaxshi ko'rinmasa kerak. Bizning qorang bo'lib qoldi. Akalar, sog' salomat bo'lasizlar. Biz kuzatishga davom etinglar. Xudo xolasa bundan yangilarni qo'yib boshqa harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.